Assalomu alaykum. Meni ismim Abdurahmon. Farg'ona viloyatidanman. Ummul Quro universiteti qoshida tashkil qilingan Iqro Arabiya akademiyasi bilan o'zaro shartnoma asosida 1 oylik kursda o'tash uchun arab tilini muhodasa, ya'ni takallumni rivojlantirish maqsadida keldim. Bizni Ayubxon kutib oldilar. Tashkiliy ishlar to'g'risida to'xtalib o'tirish niyatim yo'q. Nega deganda tashkiliy ishlar nihoyatda mukammal darajada ado etildi. Bu to'g'risida emas, men ta'lim jarayoni haqida gapirmoqchiman. Maqsadim og'zaki nutqni rivojlantirish maqsadi bo'lganligi uchun til egalaridan arab tilini o'rganish maqsadida Saudiya Arabistonini tanladim va maqsadimga erishdim. Shu yo'nalishda ta'limni boshladim. Bu Ummul Quro universiteti haqida ma'lumotga egamiz. Bu dunyo reytingida top 600 talikka kiruvchi o'ziga yarasha mavqega ega bo'lgan oliygoh. Universitet professorlari tomonidan ishlab chiqarilgan arab tiliga ega bo'lmagan, arab bo'lmaganlarga, ya'ni lig'oyri natiqina biha deb aytiladi. Mana shu arab emaslarga o'rgatishlik maqsadida ishlab chiqilgan silsilaviy dastur asosida o'rgatilish boshlangan. Biz guruh sifatida keldik va har bir talabgor avvalo testdan o'tdi, ya'ni uni ilmiy salohiyati test orqali tekshirildi. Darajasiga ko'ra 1-chi, 2-chi, 4-chi, 6-chi kabi har xil levellarga, bosqichlarga bo'lindi va o'sha darajadan davom ettirildi. Bu arab tilini o'rgatuvchi ustozlar, arablar, til egalari, dars to'liq arab tilida bo'ladi. Muhodasani rivojlantirishlik uchun katta imkoniyat. Bundan tashqari guruhda faqat o'zbekistonlik o'zbeklar emas, balki Fransiyadan, Amerikadan, Indoneziyadan, Turkiyadan bo'lgan talabgorlar, talabalar bilan birga bir auditoriyada, bir dars jarayonida birga ishtirok etiladi. Darslar faqatgina arab tilini o'rgatishlikda, masalan, biron bir matnni tahlil qilishlikda, matnni o'qib tarjima qilish emas, balki shu matn haqidagi fikrlashuv, shu matnni ustida suhbatlashuv tarzida yana ham til bilish mahoratini oshirishga katta xizmat qiladi. Bu jihatlari bilan buni yutuqlarini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari arab tili ustozlar qaysidir bir so'z haqida savol berilsa, masalan, bu so'zni ma'nosini tushunmadingiz, shu so'zni tarjimasini emas, uni murodiflari, ya'ni sinonimlari bilan tushuntirib berishadi. Bu shu so'zni yana xotirada qolishlikka muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Umuman olganda, mulohaza qilib aytilganda, bu tilni o'rganish uchun yo'lga qo'yilgan jarayonni, tilda tahaddusda, takallumni rivojlantirmoqchi bo'lganlar uchun juda katta imkoniyat deb bilaman va taklif qilaman, tavsiya qilaman. Men arab tilidan dars beraman. Arab tilini, takallumni rivojlantirish, og'zaki nutqni rivojlantirish faqatgina dars jarayonlarida emas, buni bizni firma tashkil qilgan firmani sayohatlarga chiqish jarayonida, shaharda yurish, taksida yurish jarayonida tilni yana ham rivojlantirish mumkin bo'lyapti. Mana shu tildan bilimi bor, takallumini rivojlantirishni, og'zaki nutqni rivojlantirishni istovchi dars beruvchi mudarrislarni ham taklif qilaman. Nega deganda, bu jonli, ko'chada masalan magazinlarda xarid qilish paytida, ko'chada taksida yurish, ziyoratgohlarga borish, masalan yaqinda rejalashtirilyapti. Madina Munavvaraga borish rejalashtirilyapti. Inshaalloh shu joyga borganda, sayrga chiqqanda, pikniklarga chiqilganda, tog'larga chiqiladi, Toyif shahriga boriladi. Mana shu jarayonlarda yanada sizni tilingizni mukammallashtirish imkoniyati mavjud. Hammaga taklif qilaman. Faoliyatimizni to'liq yaxshi gapirib berdingiz. Endi bizdan bo'lgan qanday kamchiliklar bo'ldi? O'shani gapirib bering. Kamchilik deb aytilish to'g'rimi, noto'g'rimi bilmadim, lekin masalan umumiy jamoa uchun tuzilgan reja asosida harakatlanilyapti va ba'zi paytlarda masalan ko'cha-ko'yda transfer deylik, masalan bir joyga borishlik jihatlarida siz kech qolasiz yoki erta chiqasiz. Mana shu holatlarda o'zimiz yonimizdan taksi kira qilib borishimizga to'g'ri keladi. Mana shu holatlarda ham aytib o'tish kerak. Demak, kelayotganlarga tavsiya qilaman, ozgina zaxira bilan kelishliklarini. Yana kamchiliklar haqida gapirsak, akademiyada fushani mukammallashtirishadi, og'zaki nutqni arab adabiy tili jihatidan o'rgatishadi. Endi
ko'cha sheva lahja haqida gapiradigan bo'lsak, bu lahjani ko'chadagi jarayonlarda mustahkamlashingiz mumkin. Ko'chada imkon boricha magazinga kirganingizda sotuvchini gapga solasiz, undan so'z olasiz, so'z o'rganasiz, taksida gaplashib ketishingiz mumkin. Shu lahjani demak mustahkamlash uchun biz ko'chadan foydalanishga to'g'ri kelyapti.